O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida rahbar ayollar qayta tayyorlash ta'lim dasturining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda tashabbuskor, istiqbolli va yuqori salohiyatga ega xotin-qizlarning rahbarlik kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni davlat xizmatiga tayyorlash hamda boshqaruv sohasidagi professional salohiyatini yuksaltirish maqsadida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar muhokama qilindi. Dastur doirasida eng salohiyatli xotin-qizlar rahbarlik lavozimlari uchun maqsadli tayyorlanadi. Bugungi kunga qadar vazirlik va idoralarda faoliyat yuritayotgan 235 nafar tinglovchi dasturni muvaffaqiyatli tamomlab, milliy kadrlar zaxirasiga kiritildi. Ulardan 68 nafari turli darajadagi rahbarlik lavozimlariga tayinlangan. Tadbir doirasida asrlar ko'zgusida ayol rahbarlar siymosi, davrlar ko'zgusida rahbar ayol imiji, innovatsion g'oyalar sohibalari mavzularidagi ko'rgazmalar hamda yosh rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Tantanali ochilish marosimida rahbar ayollar dasturining o'tgan yillardagi natijalariga bag'ishlangan videorolik namoyish etildi. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlash, ularning qadr-qimmatini ulug'lash yangi O'zbekistonning davlat siyosatida yetakchi o'ringa qo'yilmoqda. Agar oila bilimli, ma'rifatli bo'lsa, jamiyatning ongi, madaniy darajasi ham yuksaladi. Iste'dodli xotin-qizlarimiz davlat va jamiyatning barcha sohalarida namuna bo'lishmoqda. Hammamizga ma'lumki, oxirgi yillarda yurtimizda olib borilayotgan siyosatlar ichida ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarni rahbarlik lavozimiga tayyorlash, ularning kompetensiyalarini oshirish borasida bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa bu borada prezidentimizning 87 va 78 sonli farmonlari dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi tadbir ham oldingi 4 ta mavsumda rahbar ayollar maktabining mantiqiy davomi hisoblanadi va bugungi rahbar ayollar qayta tayyorlash dasturi oldingi dasturlardan farqli o'laroq 5 oy davom etadi va 5 oy ichida 50 nafar ayol rahbarlarimiz kelgusi pog'onalarga tayyorlanadilar. Ya'ni bunda o'quv mashg'ulotlarida rahbarlikka tayyorlash kompetensiyalari, liderlik qobiliyati, munozarali holatlarni tashkil qilish, strategik tahlil, keyslar olib borish borasida amaliy mashg'ulotlar olib borilsa va unga mantiqan davom sifatida amaliyotda mahorat darslari tashkil qilinadi. Mazkur mahorat darslarida yurtimizda barcha tizimlarda rahbar bo'lib ishlaydigan rahbar ayollarimiz ham taklif qilinadi va ular ishtirokida turli xil mahorat darslari tashkil qilinadi. Bundan tashqari mana shu tinglovchilarimiz barcha tashkilotlarga, korxonalarga ham amaliyotga ham demak jalb qilib boriladilar. Yana shunisi alohida ahamiyatga egaki, bu rahbar ayollarimiz mana shu 5 oy ichida mahalliy hamda xorijiy stajirovkalarga borishga ham jalb qilinadilar. Shu borada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi, Davlat samaradorlik agentligi tomonidan hamkorlikda xorijiy stajirovkalarni tashkil qilish borasida ham ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta bu tinglovchilarimiz mana shu xorijda o'zlarining demak o'z sohalarida rahbar ayollarni tayyorlash borasida xorijning eng yuqori tajribalarini o'rganib qaytishga ham muyassar bo'ladilar. Shuningdek, dasturning 46 nafar eng salohiyatli bitiruvchisi uchun Fransiya, Vengriya, Xitoy, Latviya va Turkiya davlatlarida xalqaro amaliyotlar tashkil etildi. Bitiruvchilar orasida 20 nafar ilmiy darajaga ega bo'lib, shundan 11 nafari falsafa doktori, 9 nafari fan doktori hisoblanadi. Shuningdek, 13 nafar ishtirokchi dotsent va professor ilmiy unvonlariga ega. Biz avvalgi 4-mavsum bitiruvchilari sifatida bu tadbirga taklif qilindik. Bu dasturning ahamiyati haqida aytadigan bo'lsak, albatta bugungi kunda ayollarga berilayotgan e'tibor, ularga yaratilgan imkoniyatlar juda ham keng shart-sharoitlarni yaratish bilan alohida ahamiyatga ega. Biz avvalgi mavsum haqida gapirar ekanmiz. Bu yerda nafaqat bu o'quv dasturini ahamiyati va dolzarbligi, balki xorijiy stajirovkalar ham ushbu o'quv dasturida alohida o'rin egalladi. Biz bu dastur doirasida Fransiyaning eng nufuzli ta'lim dargohida Davlat xizmati milliy institutida malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu institutda Fransiyaning bir qator prezidentlari, hattoki amaldagi prezident Emmanuel Macron ham shu institutni bitiruvchisi hisoblanadi. Biz ham rahbar ayollar maktabi tinglovchilari ushbu institutda malaka oshirib qaytdik, sertifikatga ega bo'ldik va dunyo standartlariga javob beradigan bilimlarga va ko'nikma va tajribaga ega bo'lib qaytdik.
Fransiya tajribasi bizga avvalo nima berdi? Gender tenglik haqida gapirganda bizni liderlik haqida, rahbarlik haqida va gender tenglik haqida dunyoqarashimiz tubdan qayta shakllandi deya olaman. Chunki gender tenglik masalasi nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki davlat boshqaruvida sifatli va samarali qarorlar qabul qilishning strategik omili sifatida tushunchalarni shakllantirishga ega bo'ldik va bugungi kunda amaliyotda ishimizda bevosita foydalanish imkoniyati bor. Rahbar ayollar dasturi davlat boshqaruvi tizimi uchun zamonaviy bilim, strategik fikrlash va yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lgan malakali xotin-qizlar zaxirasini shakllantirish hamda ularning rahbarlik lavozimlarida faol ishtirokini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Mavluda Islombekova, Asalbek Islombekov, Ijodiy informatsion dasturi uchun.